Paytida zo'r bo'lgan Captiva'lar mana endi hozir narxlarini tushirib qo'ydik. Arzonroq Lassetti'ning o'rnida miniman degan odamlarga mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva narxini aytib o'tamiz. 5950 dollarga barakaga berib yuboramiz. Mashinani yurgan, turgan jetlari Buvaydada turibdi. Qo'qon Buvaydaga kelaverasizlar. Xudo xolasa mashinamizda kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu bir yonboshida kraska bor ekan, keyin mana bu krilosida kraska bor ekan. Qolgan yerlari toza. Mana o'zi rangi ham o'zi ixilroq bo'lib turibdi. Jemchiqlarda uncha-munchaga tushirolmaydi rangini o'zi mana. Qoraroq baq mana shunday turibdi. Mashinamizda balolar o'rtacha holatda 8gada 3.2 motorda avtomat bo'ladi, luklari bor, luklari ishlaydi. Xo'p, shu nomerlari bilan generalni qilib beriladi. Faqat bir martagacha generalni qilib beriladi. Iloji boricha o'tkazib olishsa yaxshi bo'ladi. Balonlar holati, salonlar akkuratni turibdi salon. Qiziqqanlarga bosib oringlar. 5950 dollarga arzon. 94lik 041 46 26 ga aloqaga chiqaverasizlar.